Ekologiya va iqlim o'zgarishi bo'yicha Milliy qo'mita huzuridagi Davlat ekologik ekspertizasi markazida Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 11-maydagi qarori ijrosiga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbirda ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar, ekologiya sohasi mutaxassislari, loyiha ishlab chiqaruvchilari hamda tadbirkorlik subyektlari vakillari ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining atrof muhitga ta'sirini baholashning yangi mexanizmlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu borada yangi standartlar qo'llamoqda. Ekspertlarning so'zlariga ko'ra, endilikda loyihalar ekologik xavf darajasidan kelib chiqib baholanadi. Dastlabki saralash hamda baholash ko'lamini belgilash bosqichlari joriy etildi. Shuningdek, uglerod izi va issiqxona gazlari chiqindilarini baholash tizimi yo'lga qo'yildi. Matbuot anjumanida Vazirlar Mahkamasi 234-qarorini amalga oshirish ekologik ekspertizani mexanizmini takomillashtirish bo'yicha gaplashib oldik va bu loyihachilarimiz taklif qilgandek ommaviy axborot vositalariga, tadbirkorlarimizga ochiqlikni, shaffoflikni ta'minlash maqsadida uyushtirilgan. Avvalambor mana shu masalada biz jamoatchilik eshituvlariga e'tiborni qaratdik. Jamoatchilik eshituvlariga shaffofligini ta'minlash uchun Orhus konvensiyasining talablarini bajarishni taqozo etadi va bu butun dunyo miqyosida amalga oshayotgan narsa bu oshkoralikni ta'minotini yana chuqurlashtiradi va berayotgan xulosalarimizni xavfsizlik insonlarning salomatligiga ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Shuning uchun biz jamoatchilik eshituvlarini oldingi qarorlarimizda hokimiyat tizimi orqali amalga oshiriladi. Bundan keyingi tizimda ekologiya ekspertiza markazi talabgor sifatida biz talab bilan chiqamiz va buni o'tkazishni Orhus markazlariga topshiramiz va O'zbekistonda yangi Orhus markazlari tashkil etiladi va shular orqali xalqaro konvensiya talablari asosida olib boriladi. Matbuot anjumanida ta'kidlanganidek, yangi tizimning asosiy maqsadi tadbirkorlar uchun qo'shimcha cheklovlar yaratish emas, balki ekologik xavflarni oldindan baholash, byurokratik jarayonlarni soddalashtirish, davlat xizmatlari shaffofligini oshirish hamda fuqarolar manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Endilikda ekologik ekspertiza faqat ruxsatnoma berish mexanizmi emas, balki ekologik xavflarning oldini olish va ularni boshqarishga xizmat qiluvchi kompleks tizim hisoblanadi. Yakunda ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob oldilar.